Hurmatli obunachilar, kun kech bo'lishiga qaramasdan ishimizni yakunlab oldik. Ma'murjon ukamiz juda ideal holatda qilib berdi. Birinchi orqa samolyotdan ko'rsatishni boshlayman mana. Ochiladi. Pultdan ushlanadi. Pultni ham yopishni qo'ygan. Qaranglar, bu ochilmaydi. Pultni bosasizlar. Ochiladi. Kamaz orqasiga setrasam qo'ysa bo'ladi. Ishlarni ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Stol o'rnatganmiz. Tormozni bosib zavod qilish kerak ekan. Yaxshi bo'lishi mumkin. Istamizga bilasizlar, fasos solib qo'yish kerak. Video registrator uстановka bo'ldi. Salonni ichiga oladigan qilib ideal holatda bo'lgan. Ishlashlarni ko'radi. Juda xushyor, cho'tka. Kimga mashina xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, yakka bog'liq aka-ukalarimiz uchun lokatsiyani yana bir bor tushuntirib o'taman. Samoq tomondan kelishda o'ng qo'lda bo'ladi, stansiya tomondan kelishda chap qo'lda. Avto elektrik deb yozilgan. Bemalol kelib, mana shu kanaldan kelib ko'rib murojaat qilyapmiz desalaringiz, skidka qilib, chiroyli qilib berishadi, xudo xohlasa.